Hadicha binti Huvaylid raziyallohu anha. Nubuvat xonadoni xonimlarining ilk vakili, mo'minlar onasi Hadicha binti Huvaylid raziyallohu anhoning muborak hayot yo'llari. Nozik savdo. Ikkinchi fasl. Huvaylid Hadichaga qarab qo'ya boshladi. So'ngra muloyimlik bilan undan so'radi. Hadicha, Shomga jo'natish uchun tayyorlab qo'yilgan karvonimiz haqida nima deysan? Qizi savolni chiroyli tabassum bilan qarshiladi. Keyin odob bilan: Karvon yaxshi hozirlangan. Savdo tijoratimiz Allohga shukr, kasodga uchramay foyda keltirmoqda. Qaysi shaharga borsa rivoj topmoqda. Karvonimizda yaxshi tartib intizom o'rnatilgan, dedi. Otasi tabassum bilan yana so'radi. Karvon bilan jo'natmoqchi bo'lgan odamlarimiz va ishchilarimiz haqida nima deysan? Albatta, ular nimani sotib olishni va nimani olmaslikni yaxshi biladigan ziyrak kishilar, deya javob qaytardi Hadicha. Huvaylid xotini Fotimaga ma'noli qarab qo'ydi. So'ngra yana Hadichaga savol tashladi. Makkaning mohir savdogarlari haqida fikring qanday? Seningcha ularning qaysi bir ishning ko'zini, foyda olish yo'llarini ko'proq biladi? Qizi biroz o'ylanib, odob bilan so'radi. Qanday foyda haqida so'rayapsiz? Halol foydami yoki harom? Otasi shoshib javob qaytardi. Ha, albatta halol foydada. Harom foydaning oxiri voy-ku. U faqat bir marta egasiga foyda keltiradi-da, keyin barakani qochiradi. Alloh uni zoye ketkazadi. Men sendan savdo sotiqda halollik bilan mohir bo'lganlarni so'rayapman. Qizi omonatga xiyonat qilmaydigan, halollik bilan ish yuruvchi Makka savdogarlarini birma-bir sanadi. So'zining so'ngida ota-onasiga nazar tashladi. Otasi, Atiq ibn Obid to'g'risida fikring qanday? Deb so'radi. Javob tezda bo'ldi. U Bani Maxzumliklar kabi savdoda mohir, foyda olish yo'llarini yaxshi biladigan, boylik ta'mini totib, uni ko'paytirish istagida yurgan savdogar. Huvaylid yana shoshilinch bilan savol tashladi. Haloldanmi, haromdanmi? Qizi eshitgan bilganlariga tayanib, qat'iy javob berdi. Guvohlik beramanki, u halol yo'l bilan shuhrat topdi. Harom molga yaqinlashmaydigan, sahiy va shijoatli inson. Men o'z ahliga undan-da sevimliroq bo'lgan boshqa kishini bilmayman. Shu safargi tijorat ishlarimizni unga yuklamoqchimiz, dedi Huvaylid biroz tin olib. Qiziga boshdan oyoq nazar tashlarkan. Unga savdodan-da muhimroq, moldan-da qimmatbaho har qanday boylik tenglashmaydigan omonatni topshirmoqchiman. Hadichaning xayoliga birdan haligi mehmonlar keldi. Ota-onasining suhbatini esladi. Otasining hozir nima haqida so'z ochmoqchi ekanligini payqab, yuzi qizarib ketdi. U boshini egib turar, javob qaytarishga uyalar edi. Huvaylid sekingina muloyimlik bilan Atiq haqida fikring qanday? dedi. Hadicha hamon boshini ko'tara olmas, yuzi lov-lov yonar, bir shijoatini to'plab so'zlashga kuch izlardi. Ota-onasi undan javob kutib, yuqoridagi savolni takrorlashlariga to'g'ri keldi. Oxiri Hadicha zo'rg'a eshitilar-eshitilmas ovozda: "Otamning roziligi mening roziligim emasmi?" deb javob bera oldi xolos. Otasi yaqin kelib, uning peshonasidan o'pdi va: "Sen Atiqqa, Atiq senga munosib", dedi. Alloh yaxshilikni sevuvchi va yaxshilar bilan yaxshilarni ro'bara qiluvchi zotdir. Parvardigordan Atiq haqidagi fikrimning to'g'ri chiqishini va go'zal juftlik amalga oshishini o'tinib so'rayman. So'ng onasi kelib, Hadichani ikki yuzidan bir o'pdi-da, eriga yuzlandi. Biz Atiq istaganidek to'yni tezlashtira olmaymiz. El qatori to'y liboslari va boshqa jihozlarni tayyorlash uchun anchagina vaqt kerak bo'ladi. Huvaylid ularni tinchlantirdi. 1-2 oy ichida karvon kerakli jihozlarni Yaman va Shomdan keltiradi.
Ungacha biroz kutib turamiz. Fotima, do'konlarimiz mol ashyoga to'la. Xohlaganlaringni olaveringlar. Axir barcha boyligimiz qizimiz Xadichaniki-ku. Keyin jilmayib qo'shib qo'ydi. Lekin men bundan ko'proq kechiktira olmayman. Fotima ham jilmaydi. Hadicha yuzini yashirdi. Keyin ular tarqaldilar. Ota-ona qizlarining kelajagi, bo'lajak kuyovlari, ularning o'zaro turmushi haqida shirin xayollar surishardi. 2-fasl tugadi. To'y hayajoni. 3-fasl. Karvon Makkaga xilma-xil yuklar bilan qaytdi. Oziq-ovqat mahsulotlari, meva-chevalar, atir-upalar, turli liboslar, chakmonlar va boshqa shunga o'xshash noyob mollar olib kelingandi. Unda Huvaylid va Atiqning yuki ham bor edi. Chiroyli gazlamalar, nafis to'shaklar, qimmatbaho fors gilamlari, ular har qanday odamning ko'zini quvontirardi. Huvaylid ularni Hadichaning sepiga atagan, kuyovi Atiqqa hadya etmoqchi edi. Makkaliklar to'y kechasini intizorlik bilan kutardi. Ayniqsa, to'y kambag'allar uchun katta shodiyona edi. Ular so'yiladigan jonliqlar go'shtidan, turli noz-ne'matlardan bahramand bo'lishga oshiqardilar. Qoni qaynoq yigitlar esa to'y sahnasida o'zlarining qilichbozlik borasidagi mahoratlarini namoyish etishni istardi. To'y tantanalarida Makka boylari o'zlarining ustun jihatlarini ko'z-ko'z etib, kayf safo qilardi. Bu kechani yoshu qari birday intiqlik bilan kutmoqda. Erkagu ayol to'yning qachon bo'lishini tinmay surishtirardi. Ular o'z liboslarini ko'z-ko'z qilib, qimmatbaho taqinchoqlarini maqtashni, o'z uylarining ko'rki va boyliklari bilan faxrlanishni juda istaydilar. Yana boshqalari esa Hadichaning o'z kuyoviga qanday qimmatbaho hadya berishi bilan qiziqishardi. O'zlaricha taxmin qilardilar. Tabiiyki kelinning sepi bilan qiziquvchilar ham kam emas edi. Hammaning tilagi bitta, kelin kuyov uzoq va barakali turmush kechirishsin, uvali-juvali bo'lishsin. Fotimaning qo'liga tegmaydi. U qizining to'yini o'ylab hayajonda, kerakli narsalar tayyorlashga kirishgandi. Ba'zan xayol olib qochar, qizim boshqa xonadonga ko'nikib ketarmikin, qiynalmasmikin deya tashvishlanardi. Bu o'y albatta Hadichada ham yo'q emasdi. U umr yo'ldoshi bilan bir-birini tushungan holda tinch-totuv, baxtli hayot kechirishni istardi. Ba'zi oilalarning buzilib ketishiga sabab murosasizlik deb bilardi. Hadichaning to'yi bo'layotganda barcha qo'ni-qo'shnilar ham, qavmning sayyidlari ham xursand edilar. Yoshu qari hamma to'yda qo'shiq yalla aytib, o'yin-kulgi qilishni o'ylardi. Har bir qiz kelin bilan birga uning yangi uyiga birga borishni jon deb xohlar, faqat Hadichaning taklifiga ilhaq edi. Hadicha bolaligi o'tgan ota uyiga entikish bilan qarar. So'ng hali o'zi ham notanish bo'lgan yangi xonadoni, turmush o'rtog'i haqida o'ylar edi. U qalbidagi hadikni so'ndirishga harakat qilar ekan, o'z-o'ziga dedi: Allohning hukmidagi kelajakdan qo'rqishim nimasi? Mendan nima ham talab qilinardi? Albatta er-xotin o'rtasida do'stlik bo'ladi-ku. Men erimga suyanchiq, yordamchi bo'laman. Ahli va molini ko'z qorachig'imday asrab, uning roziligini topishga harakat qilaman. Biroz tin olib fikri davom etdi. Nimadan qo'rqyapman o'zi? Otamning uyida barcha ishlarni o'zim bajaraman-ku. U yoqda ham tadbir bilan ish yuritaman. Aql idrokim, fahm farosatim bo'la turib, nega endi noqulay vaziyatga tushishim, muammolar tug'dirishim, erimni qiyin vaziyatga qo'yishim, unga achchiq qilishim kerak ekan. Keyin turmush qurib, erlari bilan murosa qila olmay, oilasi buzilib ketgan ayollarni esladi. Ular nima uchun erga tekkanlarini, oila qurishdan maqsadlari nima ekanini anglamaganlar. O'zidan esa ko'ngli to'q. Kelajagiga ishonch bilan qarar, yaqin qolgan to'yi haqida o'ylardi. Onasi tinimsiz er-xotinlik muomalalari, burchlari haqida gapirar, nimaga amal qilish kerak-yu, nimani tark etish lozimligini uqtirar edi.
Hadicha xuddi madrasa talabasidek saboq olar, biroq bu saboqlar o'ta jiddiy fan, hayot darsligidan ediki, sinov va imtihonlar ham o'ziga yarasha mas'uliyatli, murakkab edi. Biroq Hadicha onasini eshitgan sari xotirjam tortar, bu o'gitlarni yoddan bilishini o'ylab ko'ngli quvonardi. To'y kuni Huvaylidning hovlisi qavmi qarindosh, do'st birodarlar bilan to'lib toshdi. Bani Maxzullik ayollar Atiqning Hadichaga yuborgan qimmatbaho sovg'alarini ko'rib kelishdi. Quraysh ayollari ham rang-yorang tuhfalar bilan keldilar. Jonliqlar so'yilib, to'yga Makka ahli tashrif buyurdi. Hovlida kuy qo'shiq sadolari yangray boshladi. O'sha kuni havo ochiq bo'lib, yengil shabada esib turardi. Makka ahli kechani Huvaylidning xonadonida kutib oldilar. Ka'baning yonida nikoh marosimi bo'lib o'tdi. Odamlar duolar aytishib, uning atrofini aylandilar, so'ng to'yxonada o'yin-kulgi qilishib, allamahalda tarqaldilar. 3-fasl tugadi.